Yo, hamma salom do'stlar. Sizlar bilan men Larguna o'rnatdim. Bugungi videoda biz qoidabuzar rubrikasini olamiz. Birinchi qismi bo'ladi. Bugungi videoda bizga akam qatnashib beradilar. Aka, bu narsa do'ring. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir mana sirenalar o'rnatilganman. Ko'ramiz endi ukam qanaqa tushib berarkan. Mana men o'zim militsiya kiyimida kiyinib olganman. Qani xudo xolisa qancha zo'r bo'ladi bugungi video. Ko'rdinglarmi? Videoni ko'rasizlar. Bo'ldi, bo'lmasa biz videoni boshladik. Mashina o'rganish kerak o'ynash. Mana bo'pti akalar. Sizlarga maroqni yo'qordik. Biz boshladik. Qani bo'lmasam ketdik. Obunachilar, biz bu videoni boshladik. Bo'pti, men ketdim eshki. Yo'sh, obunachilar ketdik. O'tiramiz mashinamizga. Qani ketdik bo'lmasa. Davay. Voy. Sal turmiz. Yashil ketdik. Yo'sh, biz qoidalarga amal qilamiz. Mayli, o'tib turaman. Yo'q, yo'ladi. Hech nima qilmaydi. To'xting, hurmatli fuqaro. Voy. Bunachilar yomon bo'ldi-yu. Bu yoqqa bir qo'yinglar rulni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'pti aka? Hech nima, navbatni ko'rmi aka? Aka, shuni kuzatib turibman, qizilda istirishlikdan chiqib kelyapsiz aka. Bunaqa katta tezlikda. Voy. Obunachilar. Gayini ketib. Qo'tti gayi nima qilyapsiz? Biz shaqa odamlar kayfiyatini ko'taramiz. Bunaqa aytib. Xo'p, ishga qaytadigan bo'lsak, hujjatlaringiz qani? Voy. Qarab ko'ring. Yo'q bitdi. Uy, urlamas. Aka, nima bo'pti? Nima edi? Uyda qolib ketib qopti. Bo'lmasa shtrafni haydaymiz aka mashinani. Bitti yana kayfiyat ko'taringlar. Bo'pti, davay. Aka, ko'rdingizmi? Men oldin militsiya bo'lishdan oldin qosillaydi. Yammo, aka, ko'ryapsizmi? Ha, bo'ldi, zo'r. Ketdimi? Orqamdan yuringchi. Hop, yuring. Agar bo'ysunmasangiz qarang. Yo'q. O'sh, obunachilar. Fuqaro orqamdan qayding. Ha. O'sh, obunachilar bekor bo'lyapti. Bitta narsa bor, bu ham bo'lsa qochib ketish. Qochib ketaymikan? Voy. Rol oldim. Settu orqamdan qayding. Ha. Qochib ketsangiz qarang lekin. Ha. 1 sekundga to'xtang shotga. Mashinamni remont qilishim kerak. Ketdim obunachilar. Qochib ketaman. Yetisham. Obunachilar ketdik. Hurmatli fuqaro, to'xtang. Obunachilar to'xtamaymiz, qochamiz. Meni mashinam avariyaga uchradi. Voy, obunachilar battar bo'lsin. Ketdim men shu odamda razal. Hamma bab avariya bo'lib o'lib ketdi o'zi. Adashmasam. Men hozir mashinani to'g'irlatolaman. Benzin to'ldirib, keyin ovqatlangani boraman videoni yoqaman. Obunachilar, mana kelib qoldik o'zi biza. Kirib keldik shaharga. Battar bo'lsin. Zo'r bo'ldi. Mashinamni olib qochib ketganman. Yaxshimi qochib ketdim men. Istirishlikdan haydaymiz. Obunachilar. Ana kim? Mana mashinasimi, ha? Bisala ko'p. To'g'rimi?
Zamanetga qo'yamiz. Zamanetga qo'ysangiz o'tamiz. Onu açtık koyalım. Hoppa. Vay. Bunu açılır. Endi bana o'ziga yarasha yapamiz. Ne battı? Endi oldu. Oldu. Şu makinamız çok iyi. Bilmem. Başlattı. Kıdıyım zorlattı. Şöyle canımız hatta buradayız. Lazım kreşeşini tofarı. Neyse abonacılara kreşeşini tofaldım. Hamma o'tiribdi ko'rmaydi yoqib qo'yganman faqat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biradan, yaxshimisiz? Topolmaydi deb o'ylamadingiz. O'shanda men yordamga muhtojligimda qochib ketuvdingiz a? Okey. Menga qarang ko'zimga. Yaraga bet ko'taroldim. Men tuzaldim. O'ynaydigan bo'lib ketdim, ko'rdingizmi? Yuring, men orqamdan tez bo'ldi endi. Sizni точно qamoqxonaga tiqamiz. Yuringiz oldi? Agar qochib ketadigan bo'lsang, endi shuni tushundingmi? O'ynashga mashinam oldi oldi, mani sotayam oldi. Bitti geldim açığa. Vay. Nima qana yuribdi bu? Furqat neydi? Mutluluk qaro. Yettamman hop. Bizning to'ldirib oling. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Ko'rasizlar, rahim shafqat degan narsa yo'q bu ishqorlarda. O'zingiz qochib ketdingiz, hurmatli fuqaro. Men deganim yo'q-ku. To'ldirish shart emas. No, odam emasmanmi? Baribir jarima maydonchasiga qo'yiladi mashinangiz. Hozir. Ketdi. Qo'ydi ketdi. Qayrin. Shoshib ketdim. Maşallah bari. To'xtang, ketdik. Ketdik. Voy be. Gittik yürüyün.
Obunachilar ko'rganinglarda yo'naltirib qoldim. Mashina ne shuna ovatsiz mana. Ay. Qanani brat? Voy. Mana brat yo'lga qarab, bizning yo'lni tanqid qilma. Yo'l yo'l betida yurib turadi. Nima deydi ekan? Mana tafal. Voy. Sho'rga tushmayapti-da qo'lim bor. Keyingi shaharga. Yuring. Ay, mayli, urraman. Baba jarima deb jasa ketadi mashina. Usta turadi, urilgan, surilgan, qirilgan. Metallonga kiradigan mashina turadi. Keyingi shaharga. Farqi yo'q. Baba ishtiroklasha turadi. Orqamdan qolmang. Uzoqam kecham qolmang. To'xtab tursangiz kech qolmayman. O'zingizni go'rlikka solmang. Sizning mashinangiz tez yuradi. To'xtang. Hurmatli fuqaro orqaga. O'zini ortga qo'y. Hurmatli fuqaro, menga ishlatmaysizmi? Aylantirib olsangiz bo'ladi-yu. Ishlatmayman. Dal kerak emas mashina menga. Sizlarga kerak emas. Mashinangizni yonimizga qo'ying. Hozir. Mana video uchun oldimga qo'ying. Hozir. Biz mana video uchun to'g'irlatmasdim. Ko'p mashina kirib ketgan. Ferrari ham kirib ketgan. Undan M4 kirib ketgan, F82. Lamborghini Urus'im kirib ketgan. Qochtiring. Hoppa. Mashinani aylantirib oling. Kelamas tursin. Orqamdan yuring. Adas. Bir mashina ishtirok qilishga ketdi. 2 qamalyapman. Siz endi nima ishlayotasiz? 3 nima qilaysiz? Uring, turting, sokiymi nima qilay? Bo'ldi. Chiqdingizmi? Ha. Menga qarang. Agar yana siz qochib kelayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Biza Hop, nima o'ylab gapiryapsiz? Xatiyamda turib, normalniy gapirish bo'ladi. bo'ldi, men ketdim. Chiqoq. Voy, obunachilar menga 1 yil berib qo'yishdi. Endi nima qilaman? Obunachilar sizlar menga podдержка qilib, like obuna bossanglar, kimnidir topib olaman, o'rtop olaman o'shan bilan, keyin mashinamni olib qochib ketamiz o'shan bilan. Hammaga xayr, ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.